Bak chiroyliqkan. Ha, bak chiroyliqkan. Haqiqatan chiroyliqkan. Ko'zimga faqat ishongim kelmayotdi. Voh. Haqiqatan chiroyliqkan. Maqsum xo'jam, agar dunyoda eng chiroyli gilamdan ikkisi bor bo'lsa, bu birsi shu. Agar faqat birsi bor bo'lsa, u chaqda bu gilam aşı shu. Nima? Men ko'rib boqay, ha? Sizlar kichik bolaga o'xshash gilamning sat chiroyligini farq etmaydi ekansizlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizkansizda hurmatli boybegim. O'li Xudoyim sizni o'z panoyida saqlasin. Mansibingiz texmi o'sib beg'aysiz. Mansibingiz texmi o'skay. Meningcha bu gilam bir punga yaramaydi. Nima? Pul? Bek janoblar keldi. Yo'l boshlanlar. Yo'l boshlanlar. Tez yo'l boshlanlar. Bek janoblari, mansibingiz o'sib texmi beg'aysiz. Mansibingiz o'sib texmi beg'aysiz. Nima ko'rsizlar? Sizlar meni mazoq qilyapsizlar? Men qarasam, ko'pchilik sizlarning sallariga qarab kelyapti. Shundaqmi? Sallari bak yo'g'ankan. Undaq emasmi ya? Bakli yo'g'ankan. Bak yo'g'ankan. Kallarimo sizlarga eg'ir keladigan tursa, bundaq yo'g'an sallarni o'rib olib, nima qillar? Eng yaxshisi, sizlarning kelganlardan mening mavu eshigim kelsa, biroz yaxshi bo'g'idak. Hey! Moshumi gap bo'ldimi? Mundaq sallarni faqat o'qinishliqlarni yo'gisa, salohiyati to'shidi. Men sendan bir gap so'rab baqay. Sening bu eshiging kitob o'qib, xat yoza olamdi. Buning naridas? Men bir oy ichida uning o'g'itib bo'lishga kapolat beraman. Ha? Yaxshi. Xudo guvoh bo'lsin. Eshakni kitob o'qiy oladigan qilib chiqishni o'zing deding, shundaqmi? Xatasi yo'q. Men shundaq dedim. Yaxshi. Bu gapni o'zing deding, shundaqmi? Shundaq. Yaxshi. Efendim o'z og'zi bilan shundaq dedim-a? Ozroqmi xatosi yo'q, bosh vazir janoblari. Ha, yaxshi. Mening eshigimni uningga topshirib beringlar. Bir oydan keyin men Xonsaraydagi barliq o'rda amaldorlarni yig'ib, ularga o'yin ko'rsataman. Hozirla operavat. Bo'ldi, xo'p. Apandi. Bosh vazir bir oy ichida sana eshakni kitob o'qiy oladigan qilib chiqishni buyurdi. Muhlat ishida o'git bo'lishing kerak. Vaqtni uzartishga hargiz bo'lmaydi. Bu cho'qim mush ablaqning qilgan ishi. Efendim bu qitim qandoqmi qila?
Yaxshi. Kiramiz eshigim. Kira. Bu. Kira. Mang deyman. Seni mang davatman. Ay, döt eshak. Mang deyman. Kira. Assalomu alaykum. Her qaysi ordu amaldorlari, mehmonlar, hozir men sizlarga kitob o'qiy oladigan talantli eshakni tunishtirmoqchiman. Nima? Talantli eshak? Qanday mumkin bo'lsin? Bu qanday mumkin bo'lsin? Nima? Bosh vazir janoblari, sizlar tilla po'g atmislar. Men buning uchun 100 tilla doğ'itkiman. Qarab tur, qanday yig'ishtirsan qani? Bir ko'rib baqay. Eshak qanday mumkin bo'lsin? Qiziq ish bu. Efendim. Acaba bu rast mıdır?
Yaxshi, efendim. Bir ay ichida eshigimni gap qilalaydigan qilib tarbiyalab chiqishingni buyurayman. Agar o'rinlayolmasang, Ondaqda zindanda yatsan. nima? Zindonda yotsan? Asta. Hey, sizcha har qancha oxirgi zamon bo'ladigan ish bo'lsa-mu, eshakka gap o'rgatishingiz bu mumkin emas. Voycan. Voycan. Sen döt eshak. Ma nurg'ulgan avarchilikdan teppading. Hapsini. Hey. Kim seni ayni vaqtda cho'ng gap qilsin debdikan. Yo'q. Men onu alay. Nima? Texi buningga tori o'rnatmagan efendim. Men chasam, azaldan tarih ishlatmayman. Chaq qilmang efendim. Bir hafta bo'lib ketsa-mu, siz nima ishga oldirmaysiz? Hey, men sizga deb bersam, mening eshigim naqshi etishni ugun pulay deb qoldi. Efendim, ishga hafta bulay deb qoldi. O 4 eshingiz qandaqroq? Xotirjam bo'slar, o döt eshigim uslu o'ynashni o'rganib oldi texi. Baş vazir meni so'rab beqishga avatdi. 3 hafta bo'lay deb qoldi. O eshakning o'g'inish ahvoli qandaqroq? Ha? İntayin yaxshi. Asosiyatdan ugunib bo'ldi deyishki bo'ladi. Yana 3 kundan keyin naq maydonda o'yin ko'ztidi. Nayt yaxshi. Orada amaldorlarga, har qaysi shahar aholiga 3 kundan keyin mening intayin cho'ng ziyofat berdiganligimni xabar qil. Xo'p. Çatak oldu. Bo'lmadi. Janoblari, bosh vazir janoblari. Voycan. Bosh vazir janoblari. Voycan, bosh vazir janoblari. Nemish oldu? Eshak o. Eshigim o. Uning nim bo'ldi. O ne bo'ldi? O gap qilishni o'rgandi. Biroq uning nim bo'ldi. O sizning yomon gapingizni qilyotidi. Jo'ylama. Yolg'on. Haras, o sizni doim podshoning nomidan foydalanib, har xil boshliqlarni ko'paytdi. Bu pullarning hammasi cho'ntagiga tushib ketdi. U yana sizni askar avatib, puhrolarning oltin, kumush, o'nchi marvoyatlarini bulang-talang qildi. Bu narsalarning hammasi uning cho'ntagiga tushib ketdi, deyotidi. Yolg'on. O qandoq bilgandi? Siz unutib qoldingizmi? Siz har qatim uni minib, bu eski ishlarni qilgan emasmi? Bularni unutib qoldingizmi? Ma'qul emisa, bosh vazir janoblari, men qaytay. Efendim, qadrligim. Sizden ötünüp qalay, bana bir amal tep bering. O o'lgir eshak bundan keyin hargizmi qalaymagan cho'yilmasin. Hey, bu tasjimi. O ilgari bütün kun sizlar bilan birga bo'lg'ashqa, sizlarning ishlarining hammasini bildikan. O so'zlashni yaxshi ko'rsa, menga nima amal? Efendim, boshqa eshaklarning so'zligimni angladingmi? Yo'q, anlamadim. Ondaqda yaxshi, tezdan uni o'ldirib o'tayli. Yo'q, unda qilsak bo'lmaydi. Buning o'xshash so'zlash talanti bor eshaklarni o'ldirib atsak, bak afsunarlik ish bo'lmamdi. Yo'q.
Men öldürmän. Bu işni siz becirin. Hergizmo başqalar bilip qalmıson. Siz kəgəş, işəknin terisine ağaç kelin. Men sizge nurgun inam tartıqlayman. Baş üstige. O bu eşekni öldürüp da. Vay can, vay can. Başvezir canapları! Başvezir canapları! Başvezir! Efendim o eşekni öldürüp da. Kal! Yok kal! Vay can! İşəknin yaman gibimni qilishig'a sen sebepçi. O ne solap koyuyorlar? Ben başvezir canapları, ben demedim. Ben demigen tursam, ben demedim. Hey!